Yana bitta to'rxonali trapetsiyali uy sizga taklif qilmoqchiman. Manzil Yunusobod 19-kvartalda infrastruktura, lokatsiya, maktab, bog'cha, hamma narsa ikki qadamli yo'llanishimizda. Bu uyimiz bizda ikkinchi qavatda joylashgan 5 qavatli binomizda. Общий maydonimiz salkam 100 kvadrat metr. Remontlari top-toza, ozoda, faizli xonadonni sizga taklif qilmoqchiman. Uy egalari 103 ming $100 so'rashyapti. Bu albatta boshlang'ichlar, kelishiladigan joylari bor. Telefon raqamlari har doim opsiyada aloqaga chiqasiz. Keling birgalikda uy ko'ramiz. Asosiy podyezddan kirish eshigimiz bizda uzungina katta prixojka. Prixojka mebellarimiz mavjud. Chap tarafga kiradigan bo'lsa, bizda zal, mehmon kutadigan xonamiz, bu birinchi xonamiz bo'ladi. Keling davom ettiradigan bo'lsa, o'ng tarafimizda bizda o'sha bu detskiy ikkinchi xonamiz bo'ladi. Eshikdan qimmat shpon eshigi taqilibdi. Keling, uchinchi xonamizda bizda spalni. Bu spalni o'sha anchagina kattaroq bo'ladi. Va to'g'rimizda esa bizda sanuzel, marhamat, bu yerda planirovka ozgina o'zgartirib qo'yishibdi. Oxirida tushuntirib beraman qaysi tarafligini. Kir moshina mebel ichiga kiritilgan sanuzel katta. Bu yog'imizda esa bizda ikkinchi sanuzelimiz. Kafellar yaxshi holatda turibdi. Shu bilan oshxonaga kiramiz. Oshxonamiz balkonga ko'chirilgan. Bu yerda juda ham katta prostransiyada yana bitta xona qilib foydalansangiz bo'ladi. Mягкий mebel uголокlarni o'tiga qo'ydirib, завтрак обед ужин oilaviy o'tirib ovqatlanishga zo'r. Qarang, 4-xonamizni eshigini bu yerdan ochib qo'yishgan. Bu trapetsiya mana 4-xona. Boshida birinchi sanuzelga kirganimizda o'sha taraf sanuzel emas, sanuzel bu tarafda bo'lgan, bu yoqdan chap tarafga eshigimiz bo'lgan. Xullas kelganingizda joy ko'rsatishim mumkin yoki proyekti bo'lsa, proyektini qo'yib beraman. Qarang, balkonimiz 2/6 tapchan qilingan. Bu yog'imizda stroyni kuxonniy mebel, orqa taylaydigan zona. Narxi shu uyi 103 ming kelishiladi. Telefon raqamlarini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasiz.